Munofiqlarning sifatlaridan mana shu oyatda 3 tasi aytilyapti. Birinchisi, namozga yalqov. Ida qomu ila solati qomu kusala. Peshin bo'ldimi? Bomdod bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zingizdan istang buni. Namozga yalqovlik bilan turadi. Ikkinchisi, riyo qiladi, xo'ja ko'rsinga, odamlar bilsinga qiladi. Uchinchisi, Allohni kamdan kam zikr qiladi. Zikrni ko'p qilmaydi bu odam. Chunki bu amallar unga og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar. Kim zikrni ko'p qilayotgan bo'lsa, doim tili zikrda bo'lsa, bu odam nifoqdan omonda bo'ladi. Biz mana shu 3 ta sifatni o'zimizdan qidirib ko'raylik. Qaysilarida? Birinchisi, namozga yalqovlik bilan